Nursulton Ro'zboyev jangiga 10 kun vaqt qoldi. Hamyurtimiz 17-may kuni bo'lib o'tishi kutilayotgan UFC Fight Night 256 turniri doirasida amerikalik Dustin Stoltzfusga qarshi jang qilishi belgilangan. Raqib haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, Dustin Stoltzfus 1991-yilning 15-noyabr sanasida AQShning Pensilvaniya shtati Lancaster shahrida tug'ilgan. Amerikalik aralash yakka kurash ustasi 2014-yilda professional sportchi sifatida faoliyatini boshlagan. U asosan stoykada jang qiladi. Ko'rinib turibdiki, Dustin Nursulton Ro'zboyev uchun deyarli qulay raqib. Har ikki sportchi jangni erta yakunlash tarafdori. Shaxsiy fikrimcha, Dustin Nursulton uchun navbatdagi sovg'a. Ushbu jangdan Nursultonning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab topishni xohlaganlar uchun kommentariyada rasmiy omad silkasi mavjud. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting va biz bilan birgalikda yaxshigina daromad ham ishlab toping. Yangi ro'yxatdan o'tganlarga 5 million bonus ham berilmoqda. Barchaga omad, biz yangiliklarni boshladik. UFC'da danadan keyingi eng muhim odam Hunter Campbell Dog'istonga uchib keldi. Bu shunchaki tashrif emas. Bu UFC 317 turnirida 29-iyun kuni Islom Maxachevni asosiy jangda ko'rishni istayotgan UFC rahbariyatining jiddiy niyatini bildiradi. Ma'lumot uchun, Hunter UFC'da janglarni tashkil qilish bo'yicha bosh mas'ul hisoblanadi. Ilya Topuria yengil vazn toifasiga o'tishdan oldin ancha vazn yig'ib olgan ko'rinadi. Uning jangi shu hafta anons qilinadi. Katta ehtimol bilan uning keyingi raqibi Islom Maxachev bo'ladi. Bu holat agar Belal shu hafta Madalen ustidan g'alaba qozonsa yuz beradi. Sharhlovchi va tahlilchi Joe Rogan Habib va Islam qanday qilib UFC chempioni bo'lishga va aralash yakka kurashlar tarixidagi eng buyuk sportchilar qatoriga kirishga muvaffaq bo'lganini tushuntirdi. Habib nihoyatda mashaqqatli mashg'ulotlarni o'tkazdi. Uning bunday ajoyib chidamliligining sabablaridan biri ham shu. Ularning tartib intizomlari tengsiz edi. Na qizlar, na telefonlar, na video o'yinlar, na chalg'ituvchi bema'ni gaplar. Haqiqatan ham chempion bo'lishni xohlaysanmi? Mana shunday ishlashing kerak. Shuning uchun ham Habib juda yaxshi. Yigitlar intizomning haqiqiy namunalaridir, dedi Joe Rogan o'zining podkastining so'nggi qismida. Habib 2018-yilda yengil vazn toifasida bo'sh bo'lgan UFC chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Shundan so'ng rossiyalik Conor McGregor, Dustin Poirier va Justin Gaethjeni muddatdan avval mag'lubiyatga uchratib, chempionlik kamarini 3 marta himoya qildi va 2020-yilda faoliyatining eng yuqori cho'qqisida 29-0 hisobida MMA tarixidagi eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri hisoblangan sportni tark etdi. 2 yil o'tgach uning do'sti va sparring sherigi Islom Maxachev Charles Oliveira bilan jangda yengil vazn toifasida chempion bo'ldi va allaqachon Habibni kamar himoyasi bo'yicha ortda qoldirib, Alexander Volkanovskini 2 marta mag'lub etdi va Dustin Poirier va Renato Moicanoni bo'g'ish bilan tugatdi. Rossiyalik jangchining hozircha rasmiy jangi rejalashtirilgani yo'q. Biroq mishmishlarga ko'ra, u keyingi oyning boshida Ilya Topuria bilan jang qilishi mumkin. Menimcha bunday intizomning asosiy siri ajoyib murabbiy Abdulmanop Nurmagomedov. Uning o'g'li Habib hali bitta chempion yaratmagan. Siz Usmonni misol qilishingiz mumkin, lekin uning saviyasi yuqori emas va u UFC'dagi raqobatga dosh bera olmaydi va shuning uchun hamma narsa Abdulmanopning zimmasida edi. Javier Mendesning fikricha Habib 3 karra chempion bo'lishi mumkin edi. Uning gaplari: menimcha Habib yarim yengil va o'rta vazn toifalariga ko'tarilib, u yerda ham kamarlarni qo'lga kirita olardi. Yarim og'ir vazn haqida ishonchim komil emas, lekin yarim yengil va o'rta vazn toifalarini zabt etgan bo'lardi. Bunga qat'iy ishonaman, dedi uning murabbiyi. Daniel Cormier Habibning boks ko'nikmalari haqida: biz uning stoykasiga kulardik. Uning gaplari: Habibning zarba texnikasi juda g'alati ko'rinardi. Biz doim uning stoykadagi mahoratiga kulardik. Ammo faoliyatining oxiriga kelib, u Gaethje va Poirier bilan bemalol zarba almasha oladigan darajaga yetdi. U dunyoning eng kuchli zarba ustalariga raqobatchi bo'la olardi. Nega? Chunki Habib o'z ishiga juda sodiq edi. Bundan tashqari u juda a'lo darajadagi murabbiylar shtabiga ega bo'lgan. Ular unga to'g'ri tayyorgarlik ko'rishda yordam berishardi, dedi Daniel Cormier. Habib va Islomning muxlislari bormi? Muxlislari bo'lsa, shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib keting. Arman Sarukyan UFC yengil vazn toifasida hozirgi holat haqida gapirdi. Uning gaplari: hozir Islom 70 kg vaznda qolish yoki 77 kg ga o'tishni o'ylayapti. Vaziyat aniq emas. Shu sababli biz uning qarorini kutyapmiz. Agar Belal yutsa, Maxachev yengil vaznda qoladi va Ilya Topuria bilan jang qilishi mumkin. Agar Belal yutqazsa, Islom Madalena bilan jang qiladi. Men esa yengil vazn kamari uchun jang qilaman, dedi Arman Sarukyan. Menimcha Topuriani Maxachevga qo'yish kerak, Pimbletni Hookerga qarshi, Gaethje esa Sarukyan yoki Gamrotga qarshi jang qilish kerak. Siz ham holat haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib keting. Sizlar bilan doimgidek Tahlil MMA kanalida ertangi yangiliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.